Assalomu alaykum yana bir bor. Navbatdagi bemorimiz 48 yosh. Kelgandagi shikoyati o'ng tomonlama kuchli og'riq. Tekshirib ko'rganimizda o'ng yuqori jag' bo'shlig'ida mitsitoma, ya'ni zamir hosilasi aniqlandi va biza endoskopik gamerotomiya operatsiya tavsiya qilindi. Nafas olishda ham biroz qiyinchilik bo'lgani uchun, demak, ko'rib turibdi bu yerda burun to'sig'i ham biroz o'ngga qiyshaygan, mana. O'ng yuqori jag' bo'shlig'ida nogomagan soyalanish, ya'ni oq dog'lar bor. Bundan bilamizki biz bu mitsitoma, ya'ni zamirdan hosil bo'lgan hosillar. Bu bemorimiz ancha qiynalganlar, ya'ni 3-4 ta mutaxassisga borib tashxis qo'yilmagan, to'g'ri tashxis, va bizga murojaat qildi. Ko'rganimizda o'sha gayman aniqlandi. Operatsiyani bajardik. Hozir ko'rdinglar, juda ham ko'p miqdorda qora mitsitoma olindi, tozalandi, burun to'siq to'g'rilandi. Inshaalloh bu bemorimiz burundan erkin nafas oladi va bosh og'riqdan xalos bo'ladi. Bizni kuzatishga davom eting. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك